Hörmətli mehmanlar, bizning bugungi bu kechiligimizga Tangirtog' kino studiyasining ataqliq artistlaridan Abdukerim Abliz bilan Temirxon Ro'zi muqaddam tashrif qildi. Ularni anglsak quruq kelmagandek qilib turdim. Ularning mo ko'ngil so'g'ilari bor ekan. Qaynamsi biz qizg'in alqishlar bilan ularning so'g'illarini qabul qilaylik. Mağına, nima bo'ldi, nima? Koni kimkin, jujan kimkin, chatalik kiyib qolgan kimkin deb ketkinni. Hey, bu chatalik kagini kim ko'ribdi? Ha? Chatalik kesilishi qildi aytaqa. Ya sami chatalik yaxshi madaniyati chiqmaydi, yosh kesilishi qilama. Nasa jibila mana? Va chapalamchi chapal. Chapaldi qilibami? Ha, chapaldi qilib chapal. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ana obdantullah. Ha, yaxshi. Voy, sizni men tanimadim-ku. Siz meni tanimaysiz ukam. Men shu bozorda. Ha, bozorda? Ha, men shu bozorga mangan. Qashafkam bozorga bormisizlar. Ayda qismat. Men bizning magazinda hamma molni bosishda azam deyman. Voy, bu yer nerede magazin bo'ladi bu yerda? Mana hammasi magazin ukam ishlan. Ha? Turqimning o'zi magazin mana. Qashaf narada bir chapan bor ukam. Ammo men chapandagi chapanchi emas ukam. Chapanlar. Qashaf. Kaysa. Mana men chapan ukam qashaf. Men chapan olmadim. Qashafkam. Men chapanni qaysa. Sap tashlab qo'ysiz, pulashmaydigan, qayamg'ida cholashmaydigan isi chapan deyman. Erkek qo'yning terisi, mis qo'yning yaxshisi kalini qurum ukam. Kaysa. Kaysa? Bu yerga qarab ketib ukam, kaysa. Nech pul bahasini deb qo'ying, andaki kiyay buni. Qashaf ukam aytganda, uzilkaga mushti yonimda debdi. Buni deb o'tamayli, aytgan ukam men bitta tashlab qo'ymadim. Og'zirdan chiqqan o'g'li berib o'tmish men. Nima? Og'zirdan chiqqan o'g'li berib o'tmish. Asa. Mana, naq keldi-da o'zinikidek. Balan chapan kim? Hey! Makraya Qadiqon. Bakasa? Ha? Nima qilibkan bu? Deb ketib borda? Ya o'zingiz shunday dedingiz-ku. Menda pulni jalab buni degandan keyin bilganim bu. Ben çaptak koydum qarab. Ben asli oyoq olmoqchidim ha. Ben chapanamayman, oyoq og'limangan. Oyoq? Ha. Ukam, oyoq oldigan ishlar bo'lsa-mu, menda bor. Ha? Menda bor. Voy, bu nerede oyoq oldu bu yerda? Sizni Kufanda? Ha? Kufanda ambada. Voy, nerede ambar olsun bu yerda? Mana ukam. Amma Meyada ukam. Alamat ismi oyoq. Ko'rsa. Mana. Chiroyli oyoq ukam bu. Ammo maylis baqiraydi. Voy, bu ko'n oyoqdan qo'shar bu. Ukam ko'n emas. Ozroqli kiyib qo'ygan yeri bor. Voy, shundaqdan bu kiygan oyoqni qanday kiygan bo'ladi? Anda desam qo'rqib ketmaysan, ukam putini manda tiqib, manda qilib qo'ygan yeri bor. Boshqa ish yo'q. Astagfirullah. Kiymasda? Qaysasi ishkilib qilyapsan ukam, ha? Men qaysa ukam? Men oyoq deganman vaqo ko'nroq yaxshi. Tutni qistamaydi, yalamaydi, g'ajamaydi. Seniki oyoqning ko'nisi yaxshi, xotinning yengisi yaxshi. Kiymasda? Ha, bo'pti. Bu oyoq nech pul berma? Endi ukam, buni deyishmaylar ukam. Ha. Oyoqqa endi haq olgan bo'lsa 75 qo'y deydim, 70 qo'yib bilaverasizlar. Astagfirullah. 70 qo'y bermayapman men. Ha, gapsa. Buni kelishib olaylik. Hadislar. 35 qo'y beray. 5 pol? 35 qo'y. Bir şey mi ya? O bir qanday kiyim oldu ona? Ya Müslüman'da pepeydi, bana da gideyim ha? Estağfurullah. Sen bu 35 gol kelmeydi, işki faşist var ne bana? Qanday bo'lsa? 50 koyma, 50 koymasa oynuş bakımız. 5 qo'y qo'shay. Koy. Ha. Yapken bu işki petekini getirme ana, bunu da koyma. Estağfurullah. Tabii o kadar da... Bəsimiz alay. Bo'lmasa almay bu. Ben başqa biza qilib alay. Bulam da. Qanday qilsa qilam ya? Ha? Buna qilib ukam. Asla mening banarimda bir oyoqli qo'yib qolsa, kesla. Chiroyli oyoqdi ammo. Qalaragina. Ilivasa ukam. Yaqsa? Bo'ldi, qarab qo'y. Mana. Vajib bir o'g'lab qolgan. Bu balaf ukam buni, ha? Yo'q. Sal purishga qatib qilcha. Hamma mayl ukam mayl. Bo'pti, amsa. Ma'lumot ketdimi?
Bakasaf kam. Magakesa? Ne oldu? Nasıl tanımadın? Ha? İyilikle. Haysiylik mi? İyilikle çıktık iyilikle. İyilikle. Gördüm kaçkan üle yükseken iyilikle kargın uğrağın oynayan kargı şu. Estağfurullah. Kese efkem kullanırsın şu mu? Bayatın digen basıkamın 35 kö 40 kö demek 30 kö kılıp verdim bunu ben. Elimi geçmem. Gel soğudu diyen kullanmayın. Buladı. Bunda kurta bu ayakla gidelim de sıksın. Ya kendimiz kısıp ki bizim ol gelsin. Bakasın. Evet bir işten bak. Bir işten bak. Etigen 7-8'den tanışkan tep köp satmagan. Ama alamet işte açtı. Dur açtım abi. Çettim. Onun üstüne bakıp kapsılın ertesinin bir netisi seni kim kiyip çıktı desem ne? Ha, bunda da. Onu ben seninle çigil bulam da. Vaa, seni de kızıl çırakның nurda kiydiğin bolsa afkar. Ama ot kaçta lap kızıl açtan çıkan mı? Mana çıkan degen ama balsaz ha. İşten bu bulurken. Bu işten fark hep kalmaz ha. Gezkep terk etmeydi. Paçaklar kalmaması işten herkes terk etmeydi. Tabii bunu bağız sanki. Endifken bayatı satımen desem. Dep koylarının ha demeyme. Onu bunu dişmeyle özleri düşündüm ama. Lekin. Ciddisin. Onda olsa bununla 30 koyul verek. Ya 30 koyla gelmeydi. Efkem türetiyen çok baştan dursa. Ya. Ya. 30 koyla gelmeydi o. Ben sana 30 koyul alay. Bu mesela burada ayaklayıp gidiyor. 30 koyla mı? Meyli efkem. Asla. Vay. Sen televizyonda kiyip çıkıp kalsın. Ben sana kaçtan da pakırlayıp oturalım. Asla. Vay. Gelse. Bundan mısın ha? Maafka. Masla? Lan karan hakkı. Benim bu işten aldım da ha. Allah. Dışarıda bir kiprik kıp alayım ikindeyim. Efkem işten kiyem la, satam la, o özdürmen şey. Sınıf olup getken, ben arlaşmam la. Benim kısım bey. Bu uy kapırıp, kiyip yana ekesek bulmaydı da ha. Sizin kaytıp vermezsiniz. Onu da meşedil kipaka ya küçük kelemde, çoğun kelemde bunu fukulamaydı ha. Efkem sizge küçük çönkenmeydi, sağlıkın sizge ölçep tükeşten bana. Kiledim abi. Kile mi ha? Kiledi, ne kiledi? Bundan sonra meşedil bir kipak sen bulduk ya. Kaldık ya mı yok? Ben keygilenip hep gittim efkem. Ha bir kipak mı sen bulmaydı mı? Matrap kalsa. Keyse efkem. Ha? Tosap koydun. Vay çaksak bana bak ya. Bunda kısız kadar oldu. Vay bu efkem, onun kadar bunu maylam, das manda kıl efkem. Ha? Ma işten, alamet işten. Ha. Bu iştenlerinin tepedili kiyvese, nakli geldi kaçtı. Bu mu buladı kerez? Ha. Şuna koy ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. İşteninin ömrü uzun, sılın ömrü kısa olsun. Geçler. Vay. Ama, nakli geldi efkeme, bir uzun paypak olup ketken bolsa. Nak geldi. Paçak içilip kaldı bu. Ne deyler? Paçak içilip kaldı ya. Efkem, bu paçak degenin ancımın içilip kalganı kün kögünü yakşı. Ne mi kılı Kudayım bergen paçak işten için kılıp deyler. Bu panda çizgil oldu bakalım işten ne? Kaysa efkem. Ma iştanın acayip yaxşı alaylıkları basılı efkamma atılar. Ma paçak içilip dursa ben dedim ki bayatın. Reymatizm bulmayla da ma iştanın alaylıkı kaysa. Reymatizmның aldığını sarısın keyin aldı açtı. Bu da arkadaşlar. Ay canım efkem hazır kızlarının hemmesi modada müşege edilip kivatını kiyivəsil deyme. Oy ben bir kız var olmasam. Vırt var aslında. Mana qıl efkem sen sal kölemlerdi. Ma iştanca seyliqi burunlaqa Lobenko, Nizeyko degeni kelgen ha. Ma qanday iştan bilen la? Ya. Kusarko. Şundan gel bana. Selevetli efkem bu. Bapta Bo'lmaydi, hiç gel bo'lmaydi. efkem obdan qatlab lekin sal. Meni de ketib qoldi bir gençlik qilib jup dazmollab keldi. Ma efkem men. Hay. Ha? Bana qarang.
Bu işten kaldı kep kaldı qarang. Ha. Onun sonra ayağımda pırap ketipti. Qaysi afkam siz jas ilishni bilamla. Oyoq deganim ancha-muncha purab turgani yaxshi. Ma oyoqlar kech purab bersa o'ylarga hasharat kirmaydi. Qashqirmaydi. Nima bo'lsa? Voy shundadim qanday yil oldu bu pırap ketgan oyoqlar bu kaltishdan qanday yil oldu. Bo'ldi eng yaxshisi mana qaytirtanga bo'ldi. Afkam bu ne qaytirgan olmaydi. Bu bizniki biz tijoratchilikniki qaydimiz ekan. Qaytirgan olmaydi. Satamiz qaytirmaymiz. Voy shundan so'ng hozir oldim qo'tega. Ya hozir asla afkam keyin asla uni bilan meni chatqim yo'q. Bu qaytirgan olmaydi. Astagfirullah. Bu qaytirib bersangiz nima bo'ladi? Ha? Mana qilib afkam. Ha? Navada afkam. Bir tane bilezik var. Kızlar, manifka qo'liq sasin bo'ladi. Men tepas qism bo'ladi mana. Mana asta. Voy bu qop-qor turdi, qordab ketgan ekan bu. Afkam qora oltin. Ya bu altınla mı karısı olandı? Afkam ak oltin, sariq oltin ishonlar, qora oltin ishonmamlar. Men xondan chiqqan oltin. Mana bor afkam qaysa. Xotinlarga bunday sap qo'ysa qo'shib qoladi. Aciz hakamaz mı işte? Voy mening xotinim yo'q aka. Aciz ketdingmi? Yo, haqni topgan gibi bekor emas ekan-da afkam, ha? Elaki siliq yerda sopun turmabdi. Artistning qo'lida xotin turmabdi degan ras ketganda. Alay aka, to'la quruq gapni qilma. Voy Matiq o'lanmagan. Ha, to'g'ri, o'ldi bilib bunday ajrashdi arasa. Ana yaxshi meni qaytirib tur. Ya, mana qilib afkam. Sizlar ana gapni qilmaydi tursa qaysi navada bir dona so'raydi. Ammo masad isida. Mana masad. Voy bu to'xtab qapti-ku. To'xtab qapti degan ukam men adam mang'adigan chenzuding soat. Voy chiqmadi soatimiz mana ana yaxshi qaytirib bo'ldi. Voy yana sizlar ukam mush ketdimi? Unutib qo'ydim desa. Voy bu qanday chigil bo'ladi aka buni? Astagfirullah ukam, buni qaysa masliga e'tibor beray. Mana qiladi. Ha. Endi buni asli qaytug'un olmaydi sizlar. Almashtirib beray. Ha? Almashtirib beray. Voy nimaga almashtiramiz buni? Mana bir shapka bor. Ha? Shapka. Qaysi shapka? Mana. Meni shapka baqsa. Qo'ysar akam ashtim shapka degan olamda. Mashinada sifatga enjuda qilib buni. Mana shapka deymiz ukam, mana ko'plarla shapka mana. Nima ishlasizlar? Bo'laveradigan shapka mana qanda. Mana shapka deymiz, mana shapka ilib qo'ysa bo'laveradigan shapka. Bo'ldi, to'la chaqchaqma aka. Eng yaxshisi mashqni qaytirib turgan bo'ldi. Qaytib olmaydi ukam. Voy, meni qaytirib turgan. Ha, qaytib olsam-chi? Ha? Beka iste'molchilar jamiyatiga borg'ash chiqamiz-ki? Nega? Iste'molchilar jamiyatiga. Ha, akaslar. Iste'molchilar jamiyati bor ukam. Au, ko'chini ko'raman. Ha. O'sha yerda matra qarasa 5 qavatli bir bino bor, shuning 6-qavatida. Ya 5-qavatida. Basa, siz meni iste'molchilar jamiyatiga borsam, meni qo'rqitmadi bo'lib qoladi, meni qo'rqitmadi atam ukam. Mening bu yerda muqim tukunim yo'q ukam. Men ko'chma-ko'ch tijorat qiladigan odam. Ular meni tutib olmaydi. U yerlarda men xotirjam. Voy, shundan qo'sima jinim aka meni xafa bo'lmaydi qaytirdim. Tutgan pulni tutib kelib, qag'ini bo'lsin bir qaytirib turgan bo'ldi. Tushunibmi? Ha. Sat turamiki? Ha? Ya, bo'ldi razı. Tutishimizni tutib kelib, qag'ini qaytirib qo'ymaydi. Mayli ukam, ko'ngillari hamsi. Deb qollar bo'lmasa. Nechta bergansiz bu menga? Men 70 qo'y bergan. 70 qo'y? Ha. Mayli hamsi. Men 20 qo'yni hajlab ukam. 50 qo'y tutib qoldim, ketaversin. Shu so'da kelsa, ha? Taksida. Voy, bu insof bilan ish qilmamsiz aka. Haromdan qo'rqmamsiz? Nima? Insof bilan ish qilgan. Harom? Harom bo'lsin, birdan bo'lsin, jangda harom degan gap anglamagan ukam sizlar. Ha? Harom, insof deb ketkinni. Astagfirullah. Ya ben qaytmamsiz hadi, to'liq qaytmamsiz. Mana, nima deysiz? Nima kilaya, mevaga? Kila adash. Qarab mana. Va, shu yerdan tushganda ming'iz gap qilib yurdi degan gap anglamasan? Men sana necha ming'iz gap qilib qoldim? Navas sana tushundirman deb tirimni tushib o'lib tatib qolsan, sen meni to'layalamsan. Nima jirimni chiqirdim ava? Voy, og'ina. Jin haromdan qo'rqmaydigan. Jardamni kelsa og'ina. Voy, mangana. Jin navachining qazdan siz mo'jilchilab qolsa, tanishmaydigan lavziga men jutan kedigan artist. Jamalga abdalni xo'jilib suyan.